Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun menyuda hot dog boshladik. Bismillah. Сыпырып olamiz. Обязательно. Limon bo'lishi kerak emas. Mana ochilgan dro'jjon bor. Şimdi salig'ini hot dog ustiga qo'yamiz. Keyin mana shunaqa qo'lga yopishadigan bo'lgandan keyin qo'lga yopishib sariyog' solamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Qo'lda ham hech narsa qolmadi, chunki sariyog' solgan hamma xamir shu yerda qoladi. Endi paket yopib 1 soatga issiq joyga qo'yamiz. Чего qilyapsiz? Ammo videoga. O'g'lim gul ko'tarib keldi. Kichkinagina, no, mehr juda katta buni. Ay mashalloh, rahmatulloh. Nima? Tushundilar? Mana xamirim tayyor. Buni endi hot-dog shakliga keltirib, tugib olamiz. Boyab qo'ygan tuxum sarig'ini suramiz. Mana tayyor. Sedanasini sal ko'proq qildim, chunki sedanasi ko'p bo'lganda nonda yaxshi ko'raman. Endi duxovkaga yuboramiz.